Mashg'ulotimizda faqat qaysi moddaga, ya'ni o'sha AutoCAD dasturida qilamiz. AutoCAD dasturida demak tahrirlash buyruqlari bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni tahrirlash buyruqlari qanaqa vazifalarni bajaradi? Shular haqida qisqacha tushunchalarga ega bo'lishimiz kerak. Tahrirlash. Mana bu yerda chizmalarimiz berilgan. Chizmalarimizga tahrirlash qanaqa usulda amalga oshiriladi, bajarish. Bittalab o'sha ko'rib chiqamiz. Tahrirlash buyruqlariga nimalar kiradi? Misol uchun o'zgartirish degani bu. O'zgartirish nima? Misol uchun o'chirishimiz mumkin. O'sha bizni loyihalagan chizmamizdan namuna nusxa olishimiz mumkin ekan, mana nusxa olish mumkin, simmetriyasini silitish mumkin, burash mumkin yoki ko'paytirish buni alohida qilib o'sha shablon shaklda auto formatga nima qilishimiz mumkin ekan, ko'paytirishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari demak, burash, ko'paytirish, qirqish, cho'zish, o'xshashni yasash, masshtablarni mana bu yerda masshtab necha berilgan, yo'q masshtabga qarab e'tiboran bajariladi. Bilamiz, bunga 3 masshtab, birga 4 masshtab, hokazo, demak bajariladi. Endi redaktirovaning menus orqali demak, berilgan, ya'ni satri belgisi tanlab olinadi. Tanlab olingandan keyin berilgan elementlar gaplarni o'chiradi, ya'ni yo'q qiladi. Buyruq berilgach, nishon belgilash holatiga o'tadi va o'chirilgan obyektlar belgilash usullarini qo'llanadi. Keyingisi copy deyapti. Copy nusxa olish. Nusxa olish qanaqa bajariladi? Copy nusxa olish belgilangan obyektlarning nusxasini hosil qilish, buyruqlarni belgilash, nishon belgilash holatiga o'tadi. Belgilash sichqoncha yordamida bajarib, nima qiladi? Keyin o'sha bazaviy tochka ko'rsatish orqali demak keyingi nuqtaga jarayon o'tkaziladi. Mana bu yerda o'sha 63-rasmda ko'rib turibmizki, o'sha loyihalardan chizgan elementimiz, misol uchun mana buni demak biror bir detalni biror bir qismi desak yoki o'zi deraza o'sha qurilish sohasidagi deraza elementi nazarda tutsak, buni mana loyihalarga nusxa olib ko'chirib qo'yamiz. O'zidagi shaklni ko'paytirishimiz mumkin. Keyingisi mirror, zerkalar. Zerkalar nima degani biladi? Bu bilasizlar, belgilangan obyektlarni ko'rsatilayotgan o'qqa nisbatan simmetrik ko'rinishni yasab beradi. Simmetrik, ya'ni o'zini yasab beradi, bir xil shaklni yasab beradi. Simmetrik o'q sifatida chizmadagi chiziqlarni birdan foydalanish mumkin. 64-rasmda. Mana xuddi shu shakl, xuddi oyna degani bir-biriga tasviri ko'rinib turibdi deganimi? Mana simmetriya. Simmetrik o'ziga aks qilib beradi shaklni. Bitta o'sha bir qismini yasasiz, ikkinchi qismini o'zi avtomatik ravishda chizib buni loyihalash kerak, uni avtomatik bizga yasab beradi. Mana bu obyektlarni shunday qilsak bo'ladi mana bu yerda. O'zini mana bu ajraladigan obyektlar bo'lsa, xuddi o'shani biz kopiya qilib, nusxa olib ko'paytirsak bo'ladi. Endi keyingisi o'sha chizmadagi tekst o'sha nimasiga simmetrik joylashgan chapga o'qilib qolishi mumkin. Tekst simmetrik ko'chirilganda chapga o'qilmasligi uchun buyruqlar qatori mer tekst buyrug'i bo'lishi kerak. Bu 0 qiymat kiritilsa simmetriyadan so'ng tekst to'g'ri o'qiladi. Bir kiritilsa chapga o'qiladi. Bu buyruqlar mana bu yerda ko'ryapsiz, mana simmetriyadan. Keyin simmetrik o'qiladi, shakllari mana bu yerda ko'rsatilgan. 60-usulimizda, ya'ni dasturimizda bu yerda o'sha biz qilayotgan shablonlar usullar bajarib, mana bu usullar soni, usullar orasidagi masofa qancha bo'lishi kerak, qatorlar soni qancha bo'lishi kerak, qiymatlar tarixi qatorlar orasidagi masofa qancha bo'lishi kerak, mana bularga qiymat kiritiladi. Endi belgilangan obyektimizni, obyekt, mana obyekt bu biz loyihadagi obyektni nima qilamiz? Keyingi bajarayotgan ishimiz demak aylanmasiga bu yerda biz o'sha nima qilishimiz kerak? O'sha ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni ko'paytirgan obyektlar soni, obyektlar orasidagi burchaklar necha graduslar, juftliklar obyektlar orasidagi masofa qancha bo'lishi kerak, ko'paytirgan obyekt juftliklar soni qancha bo'lishi kerak. Ya'ni biror obyektni mana bu obyektni olyapti mana bu shaklda. Mana bu yerda demak har bittasini demak qiymat, ya'ni buyruqlar qatoriga kirib biz ketamiz. Ketma-ketlikda bajaramiz. Bizga keyingisi
quyidagi doskaga qaraylik hamma. Quyida biz o'sha gorizontal chiziqni 60 gradusga burash usullarini ko'rsatish yordamida qanday belgilanadi? Mana 60 gradusga.